Mana Rimdagi Kolizeyaga kirdik. To'polonqa viza ochiradi. Salgina qimmat to'lasangiz viza ochiradi kirgiz ekan. Mana shu yo'nalishdan kirib keldik. Viza aka o'zi nima maqsadda qurilgan bir qisqacha bir tanishtirib o'raylik. Imini gladiator vaqti mana bu yoqlar tekis bo'lgan. Nima bu yoqlar ochiq hozir. Xo'p, birinchi boshlaydigan bo'lsak, qurilishi hozirgi milodiy 72-yilda boshlanib, 80-yilda tugagan, ya'ni 8 yilda bitirishgan. O'sha vaqt uchun juda ham katta proyekt bo'lgan, tez muddatda bitirishgan. Hamma biladigan Kolizey nomi boshidan bu joyning nomi Kolizey bo'lmagan. Amfiteatr sifatida Flavian nomi bilan mashhur bo'lgan, lekin shu arenaning yonidagi Kovus o'sha bir imperatorning haykali turgani uchun keyinchalik Kolizey nomi bilan ishlatilgan. Ko'rib turganinglar 80 ming kishini o'z bag'riga sig'dirgan. Janglar uchun arena bo'lgan, ya'ni gladiatorlar, hammamiz bilgan, hammamizga ma'lum. Gladiatorlar ham kim bo'lgan? Qullar bo'lgan. Har bitta Rim imperiyasidagi viloyatdagi hokimlari o'z qullarini olib kelib, ya'ni bu yerda janglar uyushtirishgan. Faqat gladiatorlarning o'zi bir-biri bilan emas, sherlar bilan, hayvonlar bilan ham urushgan. Undan tashqari mana shu arenadan suv ham to'ldirilgan. Kemalar bilan ham Moskva bo'ylab kema janglari uyushtirilgan. Xo'p, bu yerda ochiq qolgan, saqlanib qolgan joyi bor. Ochiq joylari va tepa qismlarining ko'p qismi 14-asrda bo'lgan yer qimirlashidan keyin nima deydi, o'z holini yo'qotgan, shikastlangan. Lekin aslini oladigan bo'lsak ham bu arena 8 asrcha taxminan xizmat qilgan. 9-10-asrga kelib o'z ahamiyatini, muhimligini yo'qotgandan keyin ko'p joylardan toshlarini olib, Rimni boshqa ma'lum va mashhur binolarni qurishda foydalanishgan. Hozirgi kunga kelib zamonaviy dunyoning 7 ta mo'jizasidan biri hisoblanadi, lekin o'sha paytda vahshiylik, odamzod qiyinchilik bo'lgan joy hisoblansa ham hozirgi kunga kelib tinchlik joyi hisoblanadi bu Kolizey. Eng asosiy nuqtasi ham mana shu arena deb nomlanadi. Juda ko'pchilikga qiziq bo'ladigan, janglar bo'lib o'tgan joy bo'ladi. Endi imperatorlar maqtanganda, meni qulim zo'r, meni qulim zo'r deb. Imperatorlarga hokimlar, vazirlar maqtangan. Imperatorlarga bu yoqda jang o'tkazishdan maqsad xalq uchun bayram. Ya'ni xalqqa kirish tekin bo'lgandan keyin yeb ichish, ularni ham imperator to'lagan, davlat o'z hisobidan xalq uchun bir bayram sifatida bo'lgan. Gladiator janglari taxminan o'z o'rtacha 1 kun, 2 kun emas, 1 hafta davom etgan o'rtacha. Ertalabdan kechgacha. So'ncha qayerlardan qumdan olib kelgan masalan? Rim imperiyasi o'zi bosib olgan yerlaridan, o'sha Afrikadan bo'ladimi yoki Yevropaning boshqa davlatidanmi, qaysi yangi bosib olgan yeri bo'lsa, o'shdan pullarni olib kelishgan. Keyin u pullarni pul berib sotib olishgan o'ziga. Hokimlar, ya'ni vazirlar va shu bilan ko'ngilxushlik qilib, ko'ngil ochish sifatida foydalanishgan odamlar. Misol uchun pullarni ham endi soqqa tikib urishtirganda, meni qo'lim zo'r, meni hozirgi kundagi 1xbet totalizatorlar o'sha paytdan paydo bo'lgan desak ham bo'ladida. Pullarni qo'yib, pulga urishtirgan ekan. Mana bu yoqlarda suvlarni to'ldirgan, suvni cho'ktirib, hayvonlarni qo'ygan, suvni to'ldirib, timsohlarni qo'ygan. Xohlagan variantini qilgan. Hokimlar bunday qiladi-ku, ana qirollar endi nimani mana shu yoqlarda bo'lgan ekan. Bitta qiziqarli fakt aytib o'tib ketish kerak. Rus tilida gap bor, dengi ne pахнут, ya'ni pulning hidi yo'q, pulning hidi kelmaydi o'zbekchasida. Bu ham Rim imperiyasidan kelib chiqqan. Sababi hozirgi kunda hammamiz biladigan jamoat tualetlari, ko'chadagi pulli tualetlar bor masalan, to'g'rimi? O'sha ham Rim imperiyasidan paydo bo'lgan. Qanaqa qilib davlatning byudjetini to'ldirishni bilishmagan, shu ideya bilan chiqishgan. Ya'ni jamoatda xalq uchun tualetlarni pulli qilamiz deb. O'sha tualetdan tushgan pullar juda ham ko'p byudjetga plyus bo'lgan. O'sha paytdan pul tualetdan kelsa ham uni farqi yo'q, hidi yo'q. Tualet hidi kelmaydi puldan degan gapdan dengi ne pахнут so'zi kelib chiqqan. Ya'ni yeb ichishda tualet pulli bo'lgan ekan. Yeb ichishda tualet pulli bo'lgan. Xullas, ma'lumot qiziqarli bo'lgan bo'lsa, bitta videoga like bosib qo'yasizlar.